Galvanchi o'tdi, buni yaxshi bilasiz. Salah agar gol uradigan bo'lsa, Liverpool tarixida Chempionlar Ligasida eng ko'p gol urgan jamoa a'zosiga aylanadi. U assist muallifi bo'ldi. Golni esa Darwin Nunes. Maydonning holati yaxshi emas shekilli. Boya ko'rdingiz, Salah bir necha marta nima qildi Kurtua? Bilan shu yerning o'zida nimadir o'ylab topishmoqchi, to'planib olishdi. Ajoyib gol. Mana Vinni o'zini ko'rsatdi. Real qaytishni boshladi. Vinicius. Valverde agar qochib keta olsa Vinicius tezlikda Jogomes munosib qarshilik ko'rsat. Endi navbat Alisson Beckerga. U sovg'a qildi gol Viniciusga. Dubl. Nima qilyapti bular? Fantastik o'yin.